Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin Kanada Ottawa fuqarolar bo'shliqi munbirida Uyg'ur masalasini tanishtirgan. O 20 aprel günü Kanada parlamentida Kanada Avam Palatası ve Kanada Tashqi ishlar va Xalqaro taraqqiyot komitetining kishilik huquq yig'inida Xitoyning xalqaroliq chegara halqagan bostirishi va hilmi ham davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida guvohlik bergan edi. 23 aprel günü yana Kanada poytaxti Ottawada echilayotgan Ottawa fuqarolar bo'shliqi munbiriga qatnashib, mazkur munbir jarayonida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan siyosiyonlar, diplomatlar, kishilik huquq tashkilotlari vakillari va axborot vositalari bilan suhbat ilib berib, hilmi davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirgan. Ottawa fuqarolar bo'shliqi munbiri fuqaroviy tashkilot rahbarlari, fuqarolar huquqi faoliyatchilari, hukumatlar, iyon qilg'uvchilar, taratqular, olimlar va siyosiy faoliyatchilar bilan har qaysi hukumatlarning vakillari va parlament a'zolari kishilik huquq tadqiqotchilarini bir yerga jam qilib, bostirishga qarshi turish, fuqarolar huquqini qaytarib olish va qo'g'dash, dunyo demokratiyasining kelgusi uchun muhokama ilib berib, texmi demokratik bir dunyo barpo qilish, insonlarning tashkillanish erkinligi va jamiyatlarga demokratik qatnashishni qo'g'dab, fikr erkinligi uchun kurash qilishni ilgari surish uchun o'rtaq strategiyalarni taraqqiy qildirib, xalqaro hamkorlik va hal qilish choralari haqida muhokama ilib boradigan bir dunyoviy munbar. Mazkur munbar jarayonida Zumrat Erkin, Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas, Markaziy Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining ijroiya direktori Mehmet To'xti va Uyg'ur tadqiqot markazining raisi Abdulikim Idris qatorliqlardan tashkillangan bir hay'at Kanada parlamenti, Kanada Tashqi ishlar ministrligi va Kanada adliya ministrligi qatorliq o'rinlarda muhim uchrashuvlarni ilib berib, Kanada adliya ministri, Tashqi ishlar ministri va parlament a'zolari bilan ko'rishib, tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, assimilyatsiya siyosati va chegara halqagan bostirishlarni kun tartibga ilib kelgan. Zumrat Erkin, Roshan Abbas, Mehmet To'xti va Abdulikim Idris qatorliqlar yana Kanada parlamentidagi uchrashuvlar jarayonida Quebec partiyasi, Liberal partiyasi qatorliq partiyalardami ko'rishishlarda bo'lib, Quebec partiyasi o'rinlashtirgan axborot e'lon qilish va muxbirlarni kutib olish yig'inida Zumrat Erkin va Roshan Abbaslar davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning chegara halqagan bostirish qatorliq masalalarni kun tartibga ilib kelgan. She's a victim of the very machinery that fuels these supply chains. Le doute exprimé par certains députés récemment sur l'existence même de ce système de travail forcé à travers la Chine, la société civile... Bu haqda Quebec partiyasining e'lon qilgan uchurida bildirilishicha, parlament a'zolaridan Alexey Brunel Duceppe va Simon Pierre, shundaqla Zumrat Erkin, Roshan Abbas, Mehmet To'xti qatorliqlarning hamrohligida Quebecois birlashmasi rahbari Yves François Blanchet o'z partiyasi tarafidan o'ttirib qo'yilgan majburiy va bolalar emgaki to'g'risida C251 qonun loyihasini muzokara qildi. Bu qonun loyihasi Ottawani majbur emgak yoki bolalar emgakini ishlatish bilan munosabatli tovarlarni import qilishni cheklash uchun harakatga o'tishga, import qiluvchilardan qalayimqonchilik qilmishlarining yo'qligini isbotlashni talab qilish orqali tamojna kontrolligini kuchaytirishga chaqirdi deyilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazi qurultayning sobiq raisi Dolqin Ayso apandining turmadagi aksiya Yolqin Aysoning tug'ilgan kuni munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qilib, xalqaro jamiyatni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga diqqat qilishga chaqiriq qilgan. Dolqin Ayso apandining aksiya peshqadam ma'rifchi Yolqin Ayso yillardan buyon Xitoy doiralari tarafidan tutib turilayotgan bo'lib, bu haqda Erkin Osiyo radiosining Oqsuv Ma'rif instituti tutqunlar haqida ilib borgan aniqlashlar jarayonida maktab soqchilarining fosh qilishicha, Yolqin Ayso chet elga telefon qilganlik uchun tutilgan va atrofidagilarni terrorlikqa quturatgan degandek tuhmatlar bilan 20 yillik kesib o'tilganligi oshkorlangan edi. Yolqin Ayso 1984-yili atalmish Şinjan universitetining matematika fakultetini bitirgandan keyin Oqsuv viloyatlik Ma'rif institutida ishga tushgan. Dolqin Aysoning 2017-yildan keyin aks bilan aloqasi uzilgan bo'lib, uning oldida dadasining salomatlik ahvoli haqida uning bilan bir necha qatim so'zlashgan.
Bu haqda Erkin Asiya radiosuga ma'lumot bergan saqchi xodimining bergan uchurida 2017-yildagi cho'ng tutqunda Yolqin Aysoning telefon aloqa xotirasidan chet el bilan so'zlashganligi bayqalganligi uchun shu yilning oxiri tutqun qilingan va bir oycha davom qilgan so'roq jarayonida uningga inisi Dolqin Ayso bilan so'zlashganda Oqsuda tashkilot qurish va terrorlik ilib berish haqida ta'lim olganligiga majburiy iqror qildirilgan. Saqchi xodimining deyishicha yana Yolqin Aysoning ikki o'quvchisi bilan xalqaro vaziyat haqida qilishgan odatdagi paranglari sotlanish jarayonida burmlanib, qutratquloq deb xotirlangan. Yolqin Aysoning tutqun qilinishi bu oilaga kelgan yolg'iz fojiali bo'lib qolmay yana Dolqin Aysoning inisi Xushtar Aysoning muddatsiz kesilganligi, opisi Ayxon Mehmet va dadisi Ayso Mehmetning Xitoyning jazo lagerida jon uzganligi oshkorlangan edi. Kuzatuvchilar bu haqda Dolqin Ayso oilasining delosi Xitoyning keng ko'lamli kollektiv jazo andisini aks ettirib beradigan tipik delolardan biri. Uyg'urlar chet ellik tuqqanlar bilan aloqa qilganlik uchun nishon qilinib, bostirilish, tutqun qilinish va turmalarga solinishdek og'ir oqibatlarga uchraydiganligini isbotlab beradi deydi. Dünya Uyghur Qurultiyi va Uyghur Kishilik Huquq Demokratiya Markazi bu vaqtdagi bayonotida biz Ayso oilasi va Xitoyning bostirish sababidan ayrilib ketgan barliq Uyg'urlarning urug' tuqqanlari va oila a'zolarining derikini qilishni davomlashtiramiz. Shundaqla xalqaro jamiyatni Xitoy hukumatiga diplomatik besim qilib, Yolqin Aysoning qayerda ekanligini darhol oshkorlashga va uning qo'yib berilishiga kafolatlik qilishga chaqiramiz deydi. İstanbul yarim marafonchi yugurish musobaqasida Sharq Turkiston bayrog'i ko'targan yoshlarning nazorat qilinishi andish paydo qilgan. 2026 yili 19 aprel kuni Turkiyaning İstanbulda o'tkazilgan İstanbul yarim marafonchi yugurish musobaqasi jarayonida Xitoy fuqarolari aniqlangan bir turkum kishilarning Turkiya va Sharq Turkiston bayrog'ini ko'targan faoliyatchilarni yaqindan ko'zatayotganligi va singa ilayotganligi ko'rilgan bo'lib, bu ko'rinish ijtimoiy taratqularda keng tarqalgandan keyin kishilarda andish paydo qilgan. Ayni vaqtda Sharq Turkiston Vahbiy yoshlar kengashining a'zolari yugurish liniyasi bo'yida tanarkatchilarga madad berayotgan jarayon yuz bergan bo'lib, bu voqea Sharq Turkiston Vahbisi yoshlar kengashining a'zolari yugurish liniyasi bo'yicha tanarkatchilarga madad berayotgan jarayon yuz bergan bo'lib, tanarkatchilar o'tadigan yo'ldagi ko'rik ustida turgan bir turkum kishilarning maxsus Sharq Turkiston bayrog'i ko'targanlarni ko'zitib telefonlarda sing'ilayotganligi va o'zaro aloqalashayotganligi bayqalgan. Guvohchilarmi bu kishilarning Sharq Turkiston simovlarini ko'targan kishilarga diqqatini markazlashtirganligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.